Sizni manipulyatsiya qilishayotganini qanday bilishingiz mumkin? Hozir sizga 5 ta savol beraman. Agar ha javoblar soni 3 tadan ko'p bo'lsa, siz manipulyatsiya qilinayotgan bo'lishingiz mumkin. U inson bilan suhbatdan keyin o'zingizni tez-tez aybdor his qilasizmi? U sizni ranjitgan bo'lsa ham, oxirida siz uzr so'rashga majbur bo'lasizmi? Sizning his-tuyg'ularingizga javoban "Sen noto'g'ri tushunyapsan" yoki "Bunday bo'lmagan" degan gaplarni tez-tez eshityapsizmi? Uning xafa bo'lishidan qo'rqib, o'zingiz istamagan narsalarga rozilik beryapsizmi? Ya'ni chegaralaringiz tinimsiz buzilyaptimi? Muhim qarorlar qabul qilinayotganda sizning fikringizdan ko'ra uning istaklari ko'proq hisobga olinyaptimi? Agar 3 tadan ko'p savolga ha deb javob bergan bo'lsangiz, izohlarda manipulyatorlar qo'llaydigan usullardan himoyalanish yo'llarini yozib qoldirdim.